hech qancha surilmagan holatda bo'lishi kerak. Animatsiya boshlanishdan oldin. Animatsiya tugagan paytda esa bu deylik 50% surilgan bo'lishligi kerak. 50% surilgan bo'lishligi kerak. Ya'ni bu degani animatsiya boshlangan paytda surilmagan holatda bo'lsin, ya'ni qimirlamagan holatda tursin rasmlarimiz. 5 sekunddan keyin, ya'ni 5 sekund tugagandan keyin esa, 5 sekund vaqt o'tgandan keyin esa 50% surilgan bo'lishligi kerak bo'ladi rasmimiz. Xo'p, endi hozir tekshirib ko'ramiz. Update qilamiz. Mana ko'rib turibsiz, 5 sekundning ichida divimiz o'ng tomonga 50% surildi va bu animatsiyamiz bir martagina sodir bo'ldi xolos va orqasiga qaytib ketdi. Xo'p, endi mana bu yerga 2 deydigan bo'lsam, animatsiyamiz 2 marta sodir bo'ladi. Update qilamiz. Birinchi marta sodir bo'ldi. Animatsiyamiz 5 sekund davom etdi. Xo'p, ikkinchisi ham 5 sekund davom etadi. Bo'ldi. 2 marta sodir bo'ldi. Takrorlandi. Agar biz bunga boya aytib o'tganimizdek, agar infinite beradigan bo'lsak, ya'ni cheksizlik beradigan bo'lsak, to'xtamasdan sodir bo'lib takrorlanib turaveradi. Ko'rib turibsiz, to'xtamasdan takrorlanib turaveradi. Xo'p, endi esa shu yerda bir narsani sezgan bo'lsanglar, animatsiyamiz o'ngga emas, chapga yurishligi kerak bo'ladi. Chunki qolgan rasmlarimiz o'ng tomonda, ular ramkaning ichiga kirishligi uchun rasmlarimiz chap tomonga surilishligi kerak bo'ladi. Shunda chap tomonga surilganda o'rniga ikkinchi rasm keladi va hokazo. Xo'p, endi teskari tomonga surishlik uchun translate'dagi ko'rsatkichni minusga beraman. Ya'ni minus deganidan keyin bu teskari tomonga surilishni boshlaydi. Teskari tomonga surilishni boshlaydi. Hozir biz overflowni boshqa elementga berib qo'yibmiz. Overflowni bu elementga emas, biz sliderga berishligimiz kerak edi. Slider degan div tagimizga. Xo'p, endi esa update qilamiz. Mana ko'rib turibsiz, 50% surildi. Rasmimiz 50% surildi, 5 sekund davom etdi surilish. Xo'p, endi esa biz 50 emas, 100% surib ko'ramiz. Qani nechta rasm o'tar ekan? 100% surgandek bitta rasm o'tdi xolos. 100% surganimizda faqatgina bitta rasm o'tdi xolos. Xo'p, endi biz ikkinchi rasm emas, 100% surganimizda ikkinchi rasm keldi. Endi uchinchi rasmni olib kelishlik uchun 200% suramiz. 200% surganimizda mana uchinchi rasm keldi. Xo'p, endi to'rtinchi rasmni surishlik uchun 300% suramiz. Ikkinchi rasm, uchinchi rasm hamda to'rtinchi rasm. To'rtinchi bizda eng oxirgi rasm edi. U eng oxirgi rasmni surishlik uchun 300% surishligimiz kerak bo'lar ekan, teskari tomonga minus bilan. Xo'p, endi slayderimiz deyarli tayyor, lekin ozgina ishi qoldi. Xo'p, boyaginda ko'rib o'tganimizdek, slayderimiz birdaniga hammasi surilmaslik kerak edi. Ya'ni bitta rasm keladi, ozgina to'xtab turadi, qanchadir vaqt va tezdagina ikkinchi rasm keladi va u ham bir muddat turadi qimirlamasdan va uchinchi rasm tezda keladi-da, u ham bir muddat qimirlamay turadi. Shunaqangi ko'rinishda bo'lishi kerak edi slayderimiz. Lekin bizda hozir umumiy birdaniga eng oxirgisini olib kelyapmiz. Qolganlari to'xtamayapti. Xo'p, endi biz from to'dan foydalanmaymiz. Ya'ni animatsiyamizni davomiyligini, animatsiyamizni davrini 5 sekundni qismlarga
bo'lib olishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni deylik 4 tagina rasmimiz bor. Har bitta rasm deylik 2 sekunddan bizda to'xtab turishligi kerak bo'ladi. Har bitta rasmimiz 2 sekunddan to'xtab turganda jami bizga 8 sekund vaqt kerak bo'ladi. Har bitta rasmimiz 2 sekunddan to'xtab tursa, jami 4 ta rasm, jami 8 sekund vaqt kerak bo'ladi bizga. Xo'p, endi update qilamiz. Va endi mana shu 8 sekundni biz qismlarga bo'lib chiqamiz. Ya'ni endi bizga qismlarga animatsiyamizni davrini qismlarga bo'layotganimizda endi bizga from to ishlamaydi. Buni komment qilib qo'yaman. O'rniga foizlardan foydalanaman. Ya'ni 0% bo'lgan paytda bu fromga teng bo'ladi. From bilan bir xil vazifa bajaradi 0%. Ya'ni animatsiyamiz 0% bo'lgan paytda, ya'ni endi boshlangan paytda, ya'ni boshlanishdan oldingi holat degani. Boshlanishdan oldingi holatda transformimiz 0 bo'ladi, ya'ni surilmagan holatda bo'ladi. Hop, endi transformimiz 20% ga yetgan paytda 20% ga yetgan paytda transform translate'imiz ham yana 0 holaticha turadi. Ya'ni deylik 8 sekundni biz 100% deb oladigan bo'lsak, shuni 20%, ya'ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, shundan shu sekundimizni keling 10 sekund deb olaylik. Shunda tushuntirishga osonroq bo'ladi. Hop, jami 10 sekund vaqtimiz bor animatsiyamizni bajarishlik uchun va mana shu 10 sekundimizni deylik 100% deb olsak, 0% dan 20% gacha, ya'ni 2 sekund mobaynida bitta rasm qimirlamay turishligi kerak bo'ladi. Ya'ni boshlanishidan 2 sekund vaqt o'tgungacha bitta rasm qimirlamay turibdi mana. 0% dan 20% gacha. Hop, endi qisqa muddatda ikkinchi rasmni olib kelishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 25, ya'ni yarim sekundda 25%. 20% dan 25% gacha bo'lgan muddatda, ya'ni yarim sekund oralig'ida biz ikkinchi rasmni olib kelishimiz kerak bo'ladi. Hop, translate ikkinchi rasmni olib kelishligimiz uchun -100% dedik. Hop, demak endi animatsiyamizni qismlarini birinchi rasm uchun yozib oldik. Endi esa shu holatida bir ishlatib ko'ramiz. Qolganini keyin davom ettiramiz. Hop, update qildim. Bitta rasm 2 sekund turdi. Yarim sekundda ikkinchi rasm keldi. Hop, demak, bitta rasmimizga mo'ljallangan qism yozib bo'lindi. Endi keyingi rasmlarni hisoblaymiz. Hop, 0 dan 20 gacha bo'lgan foizda, ya'ni 2 sekund mobaynida bitta rasm qimirlamay tursin dedik va 20 dan 25% gacha, ya'ni yarim sekund oralig'ida ikkinchi rasm yetib kelsin dedik. Hop, endi bu ikkinchi rasm ham 2 sekund turishlik kerak. Ya'ni 20 ga yana 20% ni qo'shadigan bo'lsak, jami 45 bo'ladi. Ya'ni 45% gacha bitta rasmimiz turishligi kerak. Qimirlamasdan o'sha 100% ligicha turish kerak. 25% dan 45% gacha. Hop, update qilamiz. 2 sekund turdi birinchi rasm, yarim sekundda ikkinchi rasm keldi, bu ham 2 sekund turdi. Va animatsiyamiz orqasiga qaytib ketadi, chunki hali davomini yozganimiz yo'q. Hop, 2 sekund turdi birinchi rasmimiz, yarim sekundda ikkinchi rasm keldi, bu ham 2 sekund turdi. Va hokazo. Hop, endi uchinchi rasmni olib kelishimiz kerak bo'ladi, yarim sekundda, ya'ni 5% oralig'ida. Ya'ni 5 ni qo'shadigan bo'lsak, 50 bo'ladi endi. Ya'ni 50% ga yetganda animatsiyamiz ikkinchi rasm kelish kerak, ya'ni 200% deymiz. 200% da uchinchi rasm keladi. Navbatdagi rasmimiz. Hop, demak, bu ham 22 sekund turish kerak. 2 sekundimiz 20% ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak 50 ga 25 ni qo'shadigan bo'lsak, 50 ga 20 ni 70 bo'ladi-da. Shu
shu bilan transform translate'imiz 200 gacha turishi kerak. Ya'ni 2 sekund davomida 50% dan 70% gacha bo'lgan vaqt davomida, ya'ni 2 sekund mobaynida bu rasmimiz qimirlamay turishligi kerak. Xo'p, update qilamiz. 2 sekund turdi rasm, yarim sekund o'tdi, 2 sekund turdi, yarim sekund o'tdi, 2 sekund turdi. Va orqasiga qaytib ketyapti. Xo'p, endi qolganlarini yozamiz. Xo'p, yarim sekundda boshqa rasm kelish kerak. Ya'ni 75% bo'lganda 75% bo'lganda animatsiyamiz minus 300% bo'lish kerak. 4-chi rasm kelish kerak degani. Xo'p, endi bu 2 sekund mobaynida turadi. Ya'ni 20 ni qo'shadigan bo'lsak 95% gacha bo'lgan paytda bu rasmimiz, ya'ni 4-chi rasmimiz ham turishligi kerak, qimirlamasdan. Xo'p, demak, update qilamiz. 2 sekund turdi, yarim sekundda o'tdi, 2 sekund turdi. Yarim sekund o'tdi, 2 sekund turdi. Yarim sekund o'tdi, 2 sekund turdi. Va hokazo. Xo'p, endi oxirgisini yozib qo'yamiz, ya'ni 100% ga yetkazib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, yarim sekundda 100% bo'lgan paytda bu rasmlarimiz tugadi endi. Rasmlarimiz tugagan paytda endi oxiriga qaytishlik kerak bo'ladi. Ya'ni transform translate 0 ga qaytishlik kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi rasmga. Xo'p, demak, endi saqlanib qilamiz va update qilamiz. Birinchi rasmimiz 2 sekund turdi, yarim sekund o'tdi. 2 sekund turdi, yarim sekund o'tdi. 2 sekund turdi, yarim sekund o'tdi, 2 sekund turdi. Va yana boshiga qaytadi va shu holatda takrorlanaveradi. Mana shunaqangi qilib slayderlarni yasashligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, slayderimizda bizda soya ham bor edi. Hozir shu soyani yasab olamiz. Xo'p, demak, просмотреть kod qilib, undan keyin esa mana bu slayder divimizga bitta soya yasab olishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, soya yasashlik uchun box shadow deyman, ya'ni shadow soya. Xo'p, endi bu yerda box shadowga bir nechta parametrlar ishlaydi. Birinchi parametr bu gorizontal yo'nalishda, ya'ni o'ng tomonga qancha soya tushishligini belgilaymiz. Ya'ni necha piksel soya tushishligi kerak o'ng tomonga. Deylik 25 piksel o'ng tomonga soya tushishi kerak va probel bilan pastga tushadigan soyani razmerini beramiz. U ham 25 piksel pastga tushsin. Xo'p, undan keyin esa ko'rib turibsizlar, o'ng tomonga 25 tushdi, pastga ham tushgan. Xo'p, endi soyani rangini hisoblaymiz. Qanaqaligini deylik, hozircha red deb turamiz va mana bu yerdan tanlaymiz xohlagan bir rangni. Deylik, mana bunaqangi rang bo'lsin yoki mana bunaqangi rang yoki mana bu rang. Xo'p, endi bu rangni tanlab oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu soyamizni CSS faylimizga yozib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Slayderimizga box shadow yozib qo'ydik. Ya'ni box shadow bu chap tomonga, ya'ni o'ng tomonga qancha piksel soya tushishligi, bu esa pastki tomonga qancha piksel soya tushishligi, bu esa soyani rangi. Xo'p, endi hozir konsolni yopaman va update qilaman. Mana ko'rib turibsizlar, soya tushdi chapga hamda o'ngga. Bu o'ng tomonga 25 piksel, pastga ham 25 piksel tushdi. Soyani rangi mana bunaqangi kul rangga o'xshagan rang. Xo'p, endi bu rangimizni chaplab yuborishligimiz ham mumkin, lekin mana bu hozir bu yerda soyamiz qirrali turibdi. Mana shu qirralarini yo'qotib chaplab yuborishligimiz mumkin, ya'ni xiralashtirib. Xo'p, buning uchun 3-parametrga yana pikselda
o'lchov beraman deylik. 25 piksel deylik. Ko'rib turibsiz, mana soyamiz xiralashdi, ya'ni chaplashdi. Chaplab yubordik. Xo'p, endi hozir soya o'zi asli bir tomonga tushadi, lekin bizga hozir hamma tomondan kerak soya. Tepadan ham, chapdan ham, pastdan ham, o'ngdan ham. Xo'p, uning uchun birinchi hamda ikkinchi parametrlarni biz 0 qilib qo'yadigan bo'lsak, hamma tomondan soya berishni boshlaydi. Update qilamiz. Mana hamma tomondan soya berish boshlandi, ozginadan. Xo'p, endi shu soyamizni kattalashtiramiz. Unga 4-parametrda parametr beramiz. Deylik 30 piksel. Berilgan soyani kattalashtiramiz. Mana 4-parametr bilan berilgan soyani kattalashtirdik. Mana shunaqangi holatda har xil elementlarimizga, ya'ni HTML taglarimizga soya berishimiz mumkin va slayderlarimiz shunaqangi holatda animatsiya yordamida yasaladi. Xo'p, demak bugungi animatsiyaga bag'ishlangan hamda box shadow hamda overflowga bag'ishlangan darsliklarimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarimizda xudo xolisa ko'rishguncha xayr. Salom.